Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, YouTube kanalimiz mehmonlari. Do'stlar qarang, hammani birinchi kelayotgan hayit ayyom bilan tabriklayman. Ilohim keyingi hayitlarga ham hammamizni yetkazsin. Xo'sh, 4 oydan o'tib qolgan jo'jalarimiz, xo'rozlarimiz ana o'sha qichqiraman deb qolgan xo'rozlar. Ichida to'g'ri kichiklari ham bor. Mana bunaqa sal kichikroq bo'lib qolgan, jismasi kichikroq bo'lib qolganlari ham bor. Hop, ikki xil narx qo'yamiz do'stlar. Kattalarning hammasini 90 mingdan qilib beramiz. Tuxumga yaqin, bir oyga yaxshi qarasangiz tuxumga kiradi. Xo'rozlar o'zi qichqirishga kelib qolgan mana. Yaqinroqdan ko'rsatay. Yirik bo'lib qolgan. Hop, kattalarini 90 ming so'mdan qilib beramiz do'stlar. Kichiklarini 70 ming so'mdan qilib beramiz. 10 ta chiqadimi, 15 ta chiqadimi, nechta chiqsa hammasini terib 70 mingdan qilib beramiz. Kattalar hammasi 90 ming so'mdan bo'ladi. Bugungi chislomuz hop 2026-yil 26-may, ertaga hayit xudo xolasa. Manzilimizni eslatib o'taman, Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidamiz. 100 taga yaqin bor. 100 ta chiqadi xudo xolasa. 12 ta viloyatga dastavkamiz bor. Dastavkamiz отдельно pullik bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Pastdagi nomerlarga WhatsApp, Telegram, Imo hamma sotsaytimiz bor. Undan tashqari hozir kichkina adler jo'jalarimiz ham bor, ozroq qolgan. Uni ham ko'rsatib o'taman. Hop do'stlar, bu yoqda adler jo'jalarimizni ikki xili bor. Mana kichiklari bor. Hop 8-9 kunlik. Kattalari pashta 18-19 kunlik bo'lib qoldi. Hop, kattalarini Hopcha hammasi bir 25 tacha atrofida bor. Kattalarini 35 ming so'mdan qilib beramiz. Pashta 20 kunlik bo'lib qolganlarini, kichkinalarini 26 ming so'mdan qilib beramiz do'stlar. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Hammaga rahmat.